Rom tanlayotganda 5 ta xatoga yo'l qo'ymang. Birinchisi, bu narxga e'tibor berish. Eng arzon rom tanlash bu katta xato hisoblanadi. Sababi u romlar 6 oyda ta'mirtalab bo'ladi. Ikkinchi, profil turiga ahamiyat bermaslik. Ya'ni profil ichida metall kuchaytirgich bor. Agar uni ba'zi ustalar bo'sh qoldiradi, bu metall kuchaytirgichni o'z o'rniga ishlatmasa, romlar deformatsiyaga uchrashi mumkin. Uchinchisi, eshik va romlarni oynasi bo'ladi. Ya'ni bu oynada 3 qavat yoki 2 qavat va o'rtasida chang va dog' qolib ketmasligiga aniq ishonch hosil qiling. To'rtinchisi, bu eshik romlarning sifati 50% profilga bog'liq va 50% esa to'g'ri montaj, ya'ni o'rnatishga bog'liq bo'ladi. Agarda eshik romlarini profilini to'g'ri tanladingiz, lekin o'rnatayotgan jarayonda xatolar qiladigan bo'lsa, bu issiq sovuqni o'tkazib yuboradi. Beshinchisi, bu romlarning zichligi hisoblanadi. Ya'ni showroomga tashrif buyurib, albatta romlarni ochib, yopib ko'ring. Uni rezinka zichligiga e'tibor bering. Agarda showroomdagi holat sizda ma'qul bo'lsa, albatta uyingizda ham xuddi shunday romni talab qilib oling. Bizda esa profillarimiz sifatli va profillarimiz metall asosida tayyorlangan, oyna turlariga esa chang va dog' qolib ketmasligi uchun kafolat beramiz. Montajlar esa standart bo'yicha bajariladi. Eng muhimi esa ko'rasiz, nazorat qilasiz va to'lovni keyin amalga oshirasiz. Siz eshik rom olmoqchimisiz? Uyingiz uchun to'g'ri tanlovni birga qilamiz.